Bu hammaga bolalar, sizlar bilan Muhammad Mirzo. Bugungi videoyimizda bolalar, sizlar bilan pizza tayyorlashni emas, top 5 modini sizlarga men o'zim obzor qilib beraman. Qani bo'lmasam, давайте ketu. Xo'p, bola, birinchi modimizga o'tadigan bo'lsak, birinchi modimizda bizda mana shu bujmayib olib turgan mashina, bu bir mashina bilan nima qilamiz sizlar? Tak, bunday qaraysizlar-chi, eshitma bo'lmaydi, keyin kirasizlar, o'tirsalaringdan eshitma bo'lmaydi. Keyin jicha bosib turganlaringda kirmaydi. Nimaga kirmayapti? Yepay deb shunday qilib mashinani bossalaring, o'tirganlaringda keyin bo'ladi. Keyin bitta turib bossalaring, короче, mana o'tiradigan joyga eshikka bosish kerak edi, короче. Eshikka bossalaring o'tirasizlar, bo'lmasam qo'y o'tirolmaysizlar. Tak, bola, xo'p, birinchi modimizda xuddi shu bo'ladi. Короче, salonlarni ko'ringlar, vashi zo'r. Turib salonlar yangi sotiladi, narxi $3000. Hozir bolalar bu modimizda mana shundan iborat edi. Endi ikkinchi modimizga ketuv. Tak, bizada bolalar birinchi emas, ikkinchi mod endi bizada mana shu mashina modi. Tak, eshigini ochasizlar, o'tirasizlar. Zavat qilasizlar. Zavat bo'lmaydi, bilaman zavat bo'lmasligini. Tak, mana shu zil mashinasini zavat qilganlaringdan so'ng shuni tushasizlar, bo'ldi, mod tugadi bolalar. Ikkinchi mod bizada xuddi shu mashina modi, to'g'ri, mashina bas, bu zil ekan, o'rtalar zil modi, zil 130 modi ekan. Короче, orqasiga bombosh narsa qo'yib olsalaringdan bo'ladi, короче. Xo'p, bizada ikkinchi mod tugadi, endi uchinchi modimizga o'tamiz, davay. Tak, bolalar, bu modni qatdan olaman deb siqilmanglar, men sizlarga o'zim o'rgataman. Qaranglar, meni banderimni tagida yoki shu videoda kommentariyasida yoki shu tavsiya berilgan joyiga bitta qarasalaring, men link qoldiraman. O'sha linkni bitta bossalaring, meni Telegram kanalimga sizlarga yuboradi. Telegram kanalimda hamma modlarni tashlab qo'yaman, faqatgina 10 ta laykdan so'ng o'rtoqlar, давайте ket. Jaloliddin aka, nimaga meni videolarim yaxshi montaj bo'lmayapti? Nima, siz yerda bekordan bekorga oylik to'layapmanmi, aka? Давайте sizda montajlarimni cho'tki qilib yuboring. Bolalar, bizada endi 3-modimizda telefon modi, o'rtoqlar, telefon modi vashi zo'r. Qaranglar, qo'lga ham cho'tki turib beradi. Bu videoda sizlar bu modda sizlar katta ehtimol bilan kompyuter videolarda ko'rasizlar yoki boshqalarda. Bitta ikkita serial modlarda ko'rasizlar. Bu telefon modi o'zbekcha telefon. Buni ham Telegram kanalimda topasizlar. Давайте endi 4-modiga davay. Tak, davay, otlaring tez, mana bu yerlarda zombilar juda ham ko'p. Tiqilib yotibdi, zombilarga qarashlaring, otlaring. Davay, ot tez hamma. Voy, menga tikon kirdi. Bu yoqqa kel. O'rtoqlar, bizda keyingi modimizda mana shunga o'xshash, xuddi shunga o'xshash qurollar. Nimaga bularda ovoz yo'qsalaring? Ovozi bor, o'rtoqlar. O'zini o'chirib qo'ydim, chunki afteriski berib yuborish mumkin. Qaranglar, o'rtoqlar. Otilishning effektlarini ko'rasizlarmi? Короче, bu yerda portlab ham ketadi, yerlar, короче. Endi bombani qaranglar, o'rtoqlar, mana ezib turasizlar, bitta otadi, davay, mana qaranglar. Mana portlashni qaranglar. Bizda minalar ham bor. Davay, mina qaranglar, bitta bosishlaringga portlaydi. Qaranglar, mana o'rtoqlar, portlab ketadi. Короче, hozir men vijmoniyada bosaman, shuning uchun anaqa bo'lmaydi. Bu firework, bitta otsalaring, u tutab turib portlaydi, qaranglar. Davay. O'tirsalaring poylaydi. Bo'ldi, shuni o'zim xohlasizmi? Yo'q, albatta. Bizda hali yana 12 ta qurol bor qani. Qaranglar, bizda kiyimlar ham bor. Короче, tunda ko'rsatadigan bu qaranglar. Hozir to'g'ri yashil qilib xunuk ko'rsatish mumkin, lekin tunda vashi qiladi. Olib tashlab turaylik. Qaranglar, 12 ta qurol bor hali, o'rtoqlar, 12 ta. Yana bitta bunga patrullar ham bor. Bu lazerga har xil glishitlar shunaqalar. Bu yerda bomba mina shular va bu yerda bitta ikkita narsa. Bloklarga o'tsalaring, o'rtoqlar, men ko'rsatgan sizlarga haligida adashmasam ko'rdinglaring. Xuddi shunaqa narsalar ham bor. Mana bu yerdagi qop-qo'llar, mana bu ekranni yaqinlashtirib qo'yadi, keyin yurishingizni sekinlashtirib joningizni oladi vijmoniyada bu. Bir nechta fanlar va to'xtatib qo'yuvchi narsalar, mana o'rtoqlar, mana bu kiradi tikanlar, bu tikanda, короче. Bu yerda fanar yonadi. Ana shu. Tak, o'rtoqlar, endi biz 5-modimizga o'tamiz. Давайте ketu. Tak, o'rtoq, Minecraftga давайте, andaqa atimizni ostidan server ochaman. Davay, o'rtoq, davay. Kirgan o'rtoq. Hozir ketyapman. Davay, o'rtoq, kirib men hozir server ochib turaman. Davayde.
Yo bola bizada keyingi modimizda mebel modi buni o'zigina emas, bitta o'tsalarning shu yerda millionta modlar bor. Короче, o'zlaringga yoqqan talab olaverasizlar. Ha, takkagina har xil chiroqlar и ovqatlar esa bo'lmasa ham ko'rinishadi. Tak, yana qanaqa modlar bor desam, mana bu yerga har xil kalkulyatorlar, telefon so'rinlaridan biri. Xo'p, yana qanaqa modlar bor desam bo'ladi, televizor, yana skоворodka va oshxona jihozlari, ovqatlar, yana baqaladi. Tak, o'zlar o'rtoqlik ko'rib olasizlar o'zlaring. Hozir esa tushib qoldi Minecraftda. Давайте. Xo'p, hammaga xayr. 5-mod mana shu edi. Sizlar bilan Muhammad Mirzo bo'ldim. Hammaga xayr endi yana bir